3 xonali kvartirani, bunaqa katta kvadraturalisini birinchi marta ko'rishim. 145 kvadrat metrga ega 3 xonali kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Sergeli tumani 5-mavzeda joylashgan. Orientirimiz Sergeli 2-metro bekati yoki Golden Life targoviy sentrini, shunda orqa tomonidagi mahalla bo'tdi. 11 qavatli novostroykani 10 va 11 qavatlarida joylashgan duplex. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizning kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish faqat eshigimizda joylashgan. Kirishimiz bilan shunaqa keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizning joy egalari o'zligi uchun ta'mirlashgan ekan. Hamma narsani eng yaxshisini, eng sifatlisini olishgan, mana shunaqa chiroyli qilib remont qilib qo'yishgan, lekin srochniy pul kerak bo'lganligi uchun sotilayotgan ekan. Laminatni o'zidan ham bilib olsanglar bo'ladi. Talon pulli laminat hisoblanadi. Bunaqa archa laminat. Juda ham chiroyli chiqqan deb o'ylayman. Avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan. Oshxonani qaranglar, shunaqa krashinli mebellar bilan tayyor jihozlab qo'yilgan. Uyimizni sotib olib, o'zingizlar turmagan taqdiringizda ham ijaraga odam qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Metroni yonidagi, novostroykadagi, ayniqsa bunaqa mebel va texnikalari bilan tayyor jihozlangan uyni arendasida ancha-muncha daromad topsa bo'ladi. Oshxonamizda tayyor texnikalar bilan ham jihozlanib qo'yilgan ekan. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelli sistemamiz ham aynan mana shu joyimizning o'zida joylashgan. Mana bu brendni o'zi ko'pchilik biladi, yaxshi kachol hisoblanadi. Uyimizda to'liq iliq pol qilingan. Bu yerda bo'lsa shunaqa chiroyli qilib mehki zona qilib qo'yilgan ekan. Bemalol oila davrasida yoki o'rtoqlar davrasida dam olib, televizor ko'rib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Bu yerda zinamizdan tegidan unumli foydalanib, kladovka qilingan ekan. Bu yerda bo'lsa iliq polli regulyatorlarini ko'rishinglar mumkin. Bu yerdan tepa qavatga chiqsa bo'ladi. Tepa qavatga chiqishdan oldin men sizlarga mana shu pastki qavatimizdagi xonalarimizni to'liqroq ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda razdelli sanuzellarimiz joylashgan. Bu yerda kir mashinalarigacha ko'rishinglar mumkin. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa spalnyamizda joylashgan. Uyimizning devorlarida shunaqa foto aboylarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa tayyor stroyniy mebellarigacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin rangli ishlatilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda tepa qavatimizdagi xonalarimizni ham ko'rib chiqamiz. Tepa qavatimizda bo'lsa родительская spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Patologimiz ham ancha baland qilingan ekan. Turburchak xonadan dumaloq xona ham ancha chiroyli ko'rinar ekan. Agar oila a'zoylar ko'pchilikni tashkil qiladigan bo'lsa, uyimizni periplanirovka qilib 4 ta yoki 5 ta xona qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol uchun mana shu xonamizning o'zidan ham 2 ta xona bemalol chiqarsa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa garderobniyimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda shunaqa sifatli radiatorlargacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Orientirni ko'rsatib o'taman. Tepadan ayniqsa juda ham zo'r ko'rinar ekan. Targoviy sentrda shunday orqa tomonidan kelaverganda to'g'ridagi novostroyka bo'tdi. O'ng tomonimizda bo'lsa 2-metro bekati, to'g'rimizda bo'lsa 3-Sergeli metro bekati bo'tdi. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa chiroyli kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.